Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Barselona Bazil 5-2 hisobida yakunlandi kecha va kechagi o'yin haqida nima fikrlarim bor? Bu o'zi kechagi o'yinda nima bo'ldi? Qaysi futbolchilar menga yoqdi juda ham? Shu haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi asosiy tarkibdan boshlaylik. Asosiy tarkib chiqqan payti Xavi Espartni men o'ng qanot himoyada qo'ydim. Erik Garsiyani esa tayanch yarim himoyada. Lekin naborot ekan. Xavi Espart tayanch yarim himoyada o'ynadi. Super o'ynadi. Bernaldan yaxshi o'ynadi to'g'risi. Va o'ngda Erik Garsiya o'ng qanotda. Plus yana bitta narsa, hamma aytadi, Anthony Gordon yoki Adeyemi 9-likda o'ynaydi deb, lekin Hansi Flick mana shu mavsum agarda 9-lik sotib olinmasa umuman Rafinhani ishlatishni tushuntirib qo'ydi. Chunki Rafinha menda mana shu 9-likda o'ynaydi do'stlar. Agarda Julian Alvarez sotib olinmasa yoki qanaqadir Luis Suarez yoki ana kecha Viktor Gyökeres haqida gaplar ham ketdi. Chapda Anthony Gordon. Endi o'yinchilar haqida gaplashib o'taylik. Menga eng yoqqan o'zi umuman mana shu mavsum oldi o'yinlarda bu Xavi Espart. To'g'risi Xavi Espart oldingi mavsum o'yinlarda ham chiqdi. Endi sal nima desam bo'ladi? Qo'rqatdi-da, mana texnikasi bor, pasi bor, qo'rqayotdi. Lekin Xavi Espart endi chiqib mana shu mavsum oldi o'yinlarda ko'rsat, bu tayyor asosiy tarkib o'yinchisi. To'g'risi, mana Bernal chiqdi-ku 24-25 mavsumidan oldin o'zini ko'rsatdi. Bernaldan ham o'zini yaxshi ko'rsatishni boshlamoqda. Va mana shu mavsum oldi o'yinlarni eng menga yoqqan o'yinchisi Hamza Abdulkarim bilan qo'shimcha bu Xavi Espart va Hansi Flickga ham bu juda ham yoqadi. Chunki hamma yoshlardan bilsangizlar, faqatgina Xavi Espart ko'p hamma o'yinlarda pashti chiqdi. Faqatgina Xavi Espart. Mana Hamza ham chiqmasdi, mana Hamza ham tushishni boshlamoqda. Mana paytapda mana oldingi mavsum oldi o'yinlarda faqatgina yoshlar chiqayotdi. Keyin yoshlar plus asosiy tarkib va hozir uje optimal darajaga kelmoqda. Optimal asosiy tarkibdan Hansi Flick uje sekin-sekin aniqlab oldi. Va endi Adeyemi masalan asosiy tarkib o'yinchisi mas'ul, lekin hamma asosiy tarkibda sekin-sekin chiqarishni boshlamoqda. Bu o'yinda masalan Olmo chiqdi, Juan Garcia va yana bitta boshqa futbolchilar chiqdi. Xullas, shu sekin-sekin shu jahon chempionati o'ynab kelgan futbolchilar kirishni boshlamoqda. Lekin kelinglar Xavi Espart haqida gaplashib o'tamiz. Xavi Espart matsam bo'ladi, paslari zo'r. Pozitsiyalar va o'zi umuman muhimi miyasi bor futbolchi ekan. Menga to'g'risi ko'proq Xavi Espart tayanch yarim himoyada yoqdi. O'ng qanot himoyasida. To'g'ri, o'ng qanot himoyasida ham yomon o'ynab bergani yo'q, lekin Xavi Espart tayanch yarim himoyasida bu qanaqadir orzuda. Sezmoqda yaxshi, pozitsiyalarni yaxshi egallamoqda. Masalan, Bazil hujum qilsa yaxshi miyasini o'ylab pas liniyalarni kesmoqda. Mana Yoxin Kroyf men o'qib chiqdim kechadan oldin kuni Yoxin Kroyfda aytgani to'g'risida baribir. To'g'ri, ham o'zi Yoxin Kroyf men futbolda bir 70 yil oldin ko'rganda. Yoxin Kroyf aytishi bo'yicha Barselona futbolchilari o'zi umuman futbolchilar yugurishi shart emas. Futbolchilar kalla bilan, miyasi bilan. Sizlar koptokda orqasidan yugurmasliklaringiz kerak, naborot, koptok sizlarning oldlaringizga kelish kerak. Va Xavi Espart mana shu gapga to'g'ri rioya qilmoqda. Shuning uchun to'g'ri, Xavi Espart masalan mavsum davomida asosiy tarkibda chiqmasligi mumkin. Chunki Rodri sotib olindi, Bernal bor, Pedri, De Jong bor, juda ham ko'p. Lekin Xavi Espart mana kerak o'yinlarda, masalan, kerak bo'lsa chap qanot himoyasida o'ynab beradi, kerak bo'lsa o'ng qanot himoyasida, kerak bo'lsa shu tayanch yarim himoyasida. Lekin Hansi Flick ishlatadi. Mana shu Xavi Espart, mana shu yoshlardan bu mavsum kim chiqadi desangizda, sizdan kimdir savol so'rasa, mana shu Xavi Espart chiqadi. Shu La Masiyadan yana bitta yangi yulduzchamiz chiqdi.
Bu meni juda ham xursand qiladi, chunki Xavi Espartni men ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Mana Casado chiqqan payti hamma aytayotdi, mana shu Kimmich, mana shu Filip Lamga o'xshaydi, chunki Casado ham o'ng qanot himoyada, ham tayanch yarim himoyada o'ynab beradi-ku. Lekin to'g'risi Casadoda bilinib turibdi o'sha payt. Paslari salgina yaxshi emas. To'g'ri, mana himoya ko'zdan qarasangiz himoyada zo'r o'ynaydi Casado, lekin mana hujumga qo'shilish, lekin Xavi Espart hujumga juda ham zo'r qo'shildi mana shu o'yinga. Juda ham, va o'zi mavsum oldingi mavsum oldi o'yinlarda o'zini yaxshi ko'rsatdi va menimcha где-то 1000 minut o'ynab beradi. 1000 daqiqa o'ynab beradi mana shu mavsum. 1500 daqiqa. Plus agarda Bernal o'zini formasiga kelib olmasa, chunki Bernal cho'ta menga yoqmayapti mana shu mavsum oldi o'yinlari. Qanaqadir slishkim nima desam bo'ladi? Valyajnida bir qanaydir o'ynagis kelmayotganda o'ynayapti-da. Mana Rafinha ham ko'rdingiz pressingini, Gordonni ko'rdingizlar pressing. ADM. Tasavvur qilinglar, siz ADM, Gordon, Rafinhani pressingiga qarshi o'ynamoqdasiz. Shuning uchun ham Bazil qiynalib ketdi-da. Ikkita gol adashmasam pressingdan gol urdi Barsa. Boshqa futbolchilar ham yaxshi, masalan, Lamine Yamal sekin-sekin qaytmoqda. Olmo masalan super assist qilib berdi. Endi Olmo mana shu jarima maydonchasiga yaqin kelgan payt qanaqadir uzun Iniesta, Zidane va hammasi qo'shilgan, Modric hammasi qo'shiladi. Lekin ana shu jarima maydonchasigacha u Olmo bo'ladi. Lekin shu jarima maydonchasiga kirdi, u вообще o'zini boshqa odamdek his qiladi. Hamza Abdulkarim o'zini juda ham yaxshi ko'rsatdi va Hamza Abdulkarim asosiy tarkibga anchagina ko'p jalb etiladi. Hamza Abdulkarim bu mavsum asosiy tarkib o'yinchisi bo'lmasa ham mana shu 80-90-daqiqada mana Barselona 1-0 ga yutqazmoqda va Barselona tepadan pas berishni boshlamoqda. Hamza Abdulkarim mana shunaqa o'yinlarga juda ham yaxshi instrument bo'lib qoladi. Juda ham yaxshi. Hamza Abdulkarim men uchun juda ham Hollandni eslatmoqda, to'g'risi. Mana shu Holland Zalzburgda o'ynab yurgan paytlari Zalzburgda o'ynardi. Qayerda o'ynardi? Adashmasam Zalzburg. Yana men to'g'rilaylar. Borussia Dortmundda o'ynab yurgan payt, Borussiyadan oldin qaysidir klubda o'ynardi-da mana shu. Zalzburg edi, adashmasam shu Zalzburg edi. Xullas, mana shunaqa klublarda o'ynab yurgan payti Holland mana shunaqa Hamza Abdulkarimga o'xshash o'ynab yurgan. Pasda juda ham yaxshi. Va umuman o'zini yaxshi ko'rsatmoqda. Menga bu o'yinda yana bitta Karim Adeyemi yoqdi. Adeyemi juda ham yaxshi o'ynamoqda va rotatsiya sifatida bu super futbolchi va tasavvur qilinglar, bu biza mana shu futbolchini 22+7 million bonuslarga oldik. Deko aytdim-ku, ana shorts videoyimga. Deko qancha hate qilsa, o'shancha zo'r o'ynaydi. O'ynaydi dedim. Shuncha zo'r ishlaydi transfer oynasida. Plus yana bitta menga yoqqan futbolchilardan bu Pesker. Jordi Pesker. Pesker mana shu ikkinchi taym faqatgina mana shu Peskerni ko'rdim. Chunki endi ikkinchi taymda ko'radigan narsa ham qolmagandi. Barselona bemalol pressing bilan yorib tashlagandi Bazelni. Pesker hamda Jesse Bisivu. Pesker masalan Balde butun mana shu qancha o'ynayapti Balde? Barselona asosiy tarkibda 3-4 mavsum bo'lib, mana shu Balde umrida qilgan paslarni shu Balde masalan 5 ta qilgan bo'lsa, mana shu forwardlarga yaxshi pasini, Naveslarni, o'zimma to'g'ri paslarni Pesker mana shu Baldedan ko'proq qildi mana shu o'yin. Pesker yaxshi qo'shilmoqda, himoyada juda ham yaxshi. To'g'ri, Pesker masalan bu mavsum menimcha asosiy tarkibga jalb etilmaydi umuman. Agarda bir qanaqadir Copa del Rey o'yinlarida, Ispaniya Kubogi o'yinlarida bir umuman yoshlar chiqadi-ku, o'shanaqa o'yinlarda chiqmasa, umuman chiqmaydi, chunki baribir ham Cancelo sotib olindi. Plus Balde bor, shuning uchun. Lekin Pesker menga juda ham yoqdi. Joffrey Torrensdan 1000 marta yaxshiroq. Joffrey Torrens bilan Ajaxga ketmoqda. Mana shu Torrensdan 1000 marta yaxshiroq Pesker. Va Jesse Bisivu. Endi to'g'risini aytaylik, Jesse Bisivu masalan bitta publikda o'qidim. Jesse Bisivu haqida hali aniq qilish mumkin emas.
ikkita gol urdi, to'g'ri, lekin baribir ham o'zini yaxshi ko'rsata olmadi deb Barsa Family aytdi menimcha, ana Vladimir Grabchak. Bilsangizlar, yozib qoldiringlar. Men shu videosini ham ko'rib chiqdim. Endi men Vladimir Grabchak bilan qo'shilaman, lekin qo'shilmayman. Jesse Bisivu o'ziga masalan qanaqadir to'g'ri qiyin vaziyatlardan gol urmadi, lekin baribir ham Jesse Bisivu birinchi o'yinda chiqib ikkita gol urmoqda-da. Masalan, hammaning esida bor Usmon Dembelening boshidagi o'yinlari. Kстати, mana shu Jesse Bisivu menga juda ham Usmon Dembele eslatadi, bor-ku, ana yuzi ham o'ynashi ham bir qanaqadir juda ham ozg'in, lekin juda ham tez qanaqadir fintlar. Jesse Bisivu menga juda ham yoqdi. Pesker va shu bilan Barselona Bazelni 5-2 da yutdi. Bu o'yin mana shu yoshlar uchun oxirgi shans edi o'zini ko'rsatib olish uchun. Va Xavi Espart, Pesker, Bisivu o'zini juda ham yaxshi ko'rsatdi. Hamza Abdulkarim. Boshqalar esa sekin endi Barsa Atletikga qaytish kerak. Plus mana bu Ebrima Tunkara ham zo'r. Lekin Tunkaraga qiyin-da, chunki Fermin Olmo bor, lekin может qaysidir o'yinlarda chiqib qolishi mumkin agarda jarohat olsa. Hatto hozir Barselonaning yarim himoyasi shunaqa kuchayib ketdiki, La Masiyadan chiqadigan yarim himoyachilarga bir 2-3 yildan keyin chiqishi kerak chiqsa ham. Agarda asosiy tarkibda salgina pozitsiya talashib ko'rmoqchi bo'lsa. Shunaqa gaplar do'stlar. Sizlar nima deysizlar? Nima, o'z o'yinni ko'rdingizlarmi? Kommentariy yozib qoldiringlar. Obuna bo'linglar, iltimos. Akalar, masalan, 1000 ta odam ko'rsa, bo'lsa, obuna bosadigan bir 5 tami 6 ta, iltimos. Akalar, obuna bosinglar. To'g'ri, bilaman, masalan, hammadek masalan men zo'r ayrim payt noto'g'ri gapirib qo'yishim mumkin. Lekin men mana bitta narsa aytaman sizlarga, yozib qoldirmayman hech nimani. O'yindan oldin yo o'yindan keyin mana hamma aytadi kommentariyaga. Men o'qiyman kommentariyni. Kommentariyaga yozib qoldirgansizlar. Nimaga yozib qoldirmaysan ko'p yoki ruscha yozmoqda. Akalar, bu men sizlarga prosta jonli o'zimni emotsiyalarimni bermoqchiman-da. Agarda men tekstdan prosta o'qib bersam, qanaqadir foydasi bo'lmaydi deb o'ylayman. Yana agarda sizlar shunaqa qil desangizlar, men qilaman. Lekin baribir ham men o'ylashim bo'yicha shu jonli masalan miyamga kelgan gapni aytsam sizlarga naborot yaxshiroq deb o'ylayman. Chunki baribir ham jonli aytgandan ko'ra uni fonogrammada aytgan narsa boshqada, to'g'risi. Shunaqa gaplar. Endi Juan Gamper kubogini kutamiz. Aka, men nicknamemizni eslamayman. Hamza Abdulkarim haqida video tayyorlamoqdaman. Chiqadi akalar, yaqin kunlarda. To'g'risi, juda ham ko'p mavzular chiqib ketdi. Hamza Abdulkarim haqida chiqadi yaqinda, plus Rodri hamda Cancelo haqida alohida video chiqadi. Shuna gaplar. Agarda sizlarga videoim yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna, iltimos, kommentariy, любой narsa yozib qoldiringlar. Faqat kommentariy yozib qoldirsangizlar bo'ladi. O'shanda meni videolarim ko'proq rekka chiqadi. Viska Barsa, Viska Kataloniya. Adios. Kстати, Ferran Torresni kimga Ferran Torres kerak? Qachonki sizda Hamza Abdulkarim bo'lsa.